Hurmatli obunachilarimiz, ana bu o'yinlar chiqib ketmoqda. Murodkan bu yerda Asadoni olyaptilar. Yo'da asado, yo'da bo'yi. Murodka bu Asado necha soatda pishadi aka? Bizni duxovkada xudo hozir har kuni pishirganimizni 6 soatda mana shunaqa fil darajasiga yetadi. Juda go'zal chiqdi. Fil pishgan, pichoqni ishlatilsa o'z suyini o'zi kestirsa ham bo'ladi. Bularimiz mana shu ikkita ovqat o'zi, ikkita ovqat 5 kishiga 10 kishiga mo'ljallangan ovqat. Buni o'zimiz yaxshi qadrlab olib kelamiz zakaz qilgan. Sizga xuddi shunaqa qilib, chiroyli qilib, padachalarni mana shunaqa qilib 2-3 xil kartoshkalar bilan beramiz hurmatli obunachilarimiz. Samovarchi xonasida chiroyli asadoli yaqin kunlarda, tez kunlarda katta bitta ovqat pishiryapmiz. O'shani kutib qolinglar, videoda ko'rib turishni davom ettiringlar. Har kuni xudo xolasa amerikanskiy asado qilamiz smokerda. Hurmatli obunachilarimiz, o'sha original smokerda pishgan asadolar yaqin kunlarda samovar choyxonadan bemalol tanovul qilsanglar bo'ladi. Sizlarni kuzatib qolishingizni so'rab qolamiz va mana shunaqa ukrasheniyalarda asadolarimiz chiqib ketmoqda.